Çolpan geldi. Будем шкот kalma tarafta. Yeğenim şkot sen? Evet tuttağa yaman kızıqıma qaralikin faqat ügünü bulanmadım cuma. Kızıq qımadı başa taranışıp süremse tuttar gen çammam semda. Taranıştmay qanday çalasa tuttane? Aykiler özüm bir qulluq çepreysan tuttar. Sen çalalamsa? Çalalamsa tuttar peşvasi da bakamın da. Ras? Aykiler. Oy, ha. Moja tuxma kemoqman. Qaysi padiga aytib birma? Hammasi çalalaysa? Sababda o'zing eng yaxshi ko'rgan birisiga. Biz eng yaxshi ko'rgan Qashqarning qizi degan bir naqsham bor, shuni aytib beray. Ha. Qashqarning qizi o'ngluq, yerga qizil cho'g'liq, hey, baslashib tikib chiqqan, do'sti badan gullik, ya do'st, ya Atma. ya do'st. To'xtag'ina adam zanli qotamsa ya. Çalalam. Çalıdı şu. Qanda çaladımmış, dutta açılışmış şu. Bu dutta bak bunu da qanday ovoz chiqadi bu dutta deganda. Adam bo'lmagan po'latmag'ina. Qachonlar qarshi po'lat degansiz. Men bu avaska shu mushunchlik chalamish. Mushunchlik chalamida ba Farida Mahmud adamga o'xshashmida ba peshqadamrak bunda ustozlar uchrab qolmajumasam tuttalar bilishadigan keydirib qo'ydim yerni. O şu anda bugün vargan perdemler bir ikisi bor degana şu anda. Bir ikisi bor. Ha. Mushtali chalasan degana quloq qo'shaqmaydi. Yaxshi chalalaygan birisi bor hamda. Anlap qamsa? Jing chalamsa vaqt istirab qolmadi oldirayman. Jing chalam yengida bir o'rgangan. Ha. Bir perdam borda. Bu qandan sanligi qozonga patmagan saka degan naqsha. Ha. Azra Naqshi ne bilan? Naqsha yo'q, endi bu dutta degan chilish amdi. Naqshining ismi qozonga patmagan saka. Lengan doing. Tugida. Ya bu da müzik aldırmay kelmemse bu ügünüş degan bara bu. Manga vaqtli isrof qiladi ekansiz deyman. Merkash kishi o'tirib. Başlamdık. Ha, başlaydı. Başlamdık deb. Tamam, mükemmelse bizden. Mükemmelse. Bu köp oldu, xil oldu. Bekama duttan tutup, ottamıdım. Seni saqlab ottağan. Keplam işini bize qo'ypa manga. Bana aman ayak qo'ya başlaymiz hazır. Özümle başlayıp deyim da olsa. O, sen başlamsa? Ben özüm başlayayım. Özüm başlayacağım. Ha? Mustafa Qıldardan başlığına. Xo'sh, 2021-yillik Nalina Çolpan keldi programmamizda bugungi alay soniga alayda taklif qilingan bizning suyimlik mehmonimiz bo'lsa, davlatlik 1-darajalik artist, ataqliq san'atkorimiz Farida Mahmud adam marhamat. Qanday ahvolingiz-da? Yaxshi tudingizmi? Yaxshimi? Voy, uzun bo'pti jumamishda bir programmalarda sizlar yuz ko'rish baxmig'ili, ha? Mana bugun shu Çolpan keldi programmamiz orqali yuz ko'rish xo'sh bo'latimizda. Uzun bo'pti-da, burona shu kichik vaqtlarimizda qurbonlik san'atkechilik, ro'ziyatlik san'atkechilik, ish qilib kechilikning hammasi siz batdingiz. Duttavlar, payz qilib. Shunday bolaliklarimiz hamra bo'lganda sizda sizni unutqanimiz yo'q. Gerçi nurg'ul yillar o'tgan bo'lsa-mu. Rahmat. Yaqinda nima ishlarni aldirash yurasiz-da? Yaqinda shu ancha-muncha faoliyatlarga naqsh aytib. Naqsh mashq qilib, dutta mashq qilib o'tdik. Unda bo'lsa, bugun bu naqshidan birashkini cho'qim anglaymiz-ku, da bu jihatda tayyorlik bor-ku, da. Albatta, men bu yerda cho'qim dutta, naqsha degan gitarlarmi bor hatta. Unda bo'lsa da Çolpan keldi programmamizni burun ko'rgan-ku, da siz. Bak yaxshi ko'rma. Nechsan ko'rib baxtingiz hozirgacha? Birinchidan siz bak ta'sir qilsiz. Shu bak qiziq turib, qiziqchilik qilib, bu o'zingizda bor talant ekan asli. Rahmat. Anandikin Mehrgul Ahmednikini ko'ribdiman, Arzgul Xandannikini ko'ribdiman, Xasiyat Qurbonnikini ko'ribdiman. Ayollarnikini, erlarniki. Dal qarablam o'tkazib ish qilib bak yoqtirma bu programma. Rahmat eda. Unda bo'lsa, demak Çolpan keldi programmasida Çolpanlar ta'sir qilmay, men ta'sir qildim-da sizga, unda bo'lsa. Çolpanlar ta'sir qildi, lekin sizningki riyosatchilik qilishingiz menga bak yaraydi ukam. Rahmat. Boshqalardanmi, mush ko'rmanlarni do'stlarimdan so'rab baxtim. Ajoyib bir qiziqarli bir app bor edi bu programmani deb boshda. Voy rahmat. Anglayman.
Müştaq özümüz etiraf qilgan ustozlarniki müşundaq mədətləri bu to'sa, biz anglab to'saq, bizdə başqacha bir xil ilhamlanish paydo bo'ladi ada. Texmi olg'a qarab menishqa turtki bo'ladi-da, mush gaplaringizdan o'zi biz uchun qilgan cho'ng yardamingiz bo'lib qoladi. Rahmat ada. Unda bo'lsa, ekranda ko'rinmalar chiqiblan barang'i tushib ketdi deb ziyrik qolmasin. Meshada ikki misra o'zingizdan ijodiy naqshlarda mundaq duttasiz, gitarsiz, chalg'u asbobsiz bir munda naq maydon ovozingizni bir anglab baqamdiq ada. Andiki rasmi. O'tmay o'rtirib aytamman. İcadi naqsh aytamdilar. İcadi naqshlaringizdan anglab baqsaq deyman. Farida adam xalq naqshlariga bak yomon. Suyuni chiqarib yutadi, lekin ijodiy naqshlarimiz oz emas. Shunglashqa men shu ijodiy naqshlardan boshlab ketaylikmi deb o'ylab qoldim qo'yda. Men o'zim ancha muncha naqsh aytish salohiyatim bilan shuni deyalayman-ku, o'rtirib chiqargan ovozdan kuchi bor-ku. O'ltirib olgandan keyin mencha sizga izlib ketib qo'shaqman. O'zimning bir ijodiyatim bor-di. 4 kunlik degan Yusufjon Qayumninki. Tekstiga ishlagan naqsham. 4 kunliklar. 4 kunlik degan naqsh. 3 kunlik emas. Deryasida hevesnin akar günün tütküllük Şirin hiyal koyniga bakar günün tütküllük Gep vermestin atanga, gep vermestin ananga Paydan tegmey avamga tapkan pulun tütküllük Tapkan pulun tütküllük Sori kıyba dünyanın sen kaldırgan ızlanı Kalsın sendin yakşinam hayat degen tütküllük Sori kıyba dünyanın sen kaldırgan ızlanın Kalsın sendin yakşinam hayat degen tütküllük Hayat degen tütküllük Kendi rap kepkesi hayat degen tütküllük. Ya. Bunday zamonaviylaştırıp zamonaviylaştırıp. Çata yok qilmasa da qilmay bo'lmaydi. Davrga cho'qim moslashish kerak qo'yda, shunday qo'y. Nima moda bo'lsa shularni qilib turish kerak. Chunki har bir davrda ehtiyoj olmishib turdi emasmi-da, shunday qo'y. Hozir Lenin xoning davri ketdi. Zaman taraqqiy qilyapti. To'g'ri. Partiya hukumatimiz bizga mushundaq sharoitlarni yaratib beryapti. To'g'ri. Partiya qurilganligining 100 yillik qiymani mushu oyda. To'g'ri. Bizga bir bayram. Hammamiz uchun baxtimiz. Albatta biz har bir kunimizga rozi bo'lmay tura olmaymiz, shunday qo'yda. Burunqi davrdagilar, burunqi cho'nglarimiz deydigan, bizning davrimizda ochliq bek ozdi, osh qolatdiq. Hatto menda yitiq kiyimlarni kiyib, yamaqsab kiyatdiq. Sizlar hozir yitib ketgansizlar, o'xshamayotgan bu davrlar deb shu aytgan qoldiq cho'nglarimiz. Partiya hukumatimizga bir qatim tashakkurimizni bildiramiz. Unda bo'lsa, shu ekranda ko'rmalarimiz uzundan beri sizni shu ekran yüzüde, program yüzüde kögünü yokçu, siz çıkmavatsizcu sizcil. Biz mu programını ki her bir saat dakika vakitte Farida Mahmut Ademcu, Bamu, kaçan çıkadı dediğin suallar mı geldi bizge? Şu körümelerinizge, şu meselelerinize bir aldı bilen kızgın, illik mihir muhabbetinizi yetkizuvasınız. Anandiken ultrap paranşandı kada? Buludufka. Aldı bilen muşu sizlerinin ki çolpan geldi programmalarını yaxşı görüvatkan barlık ezlerge salam yollayman. Anandaki mening naqshlarimni yoqtiradigan ko'rmanlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Hammanglar salomat bo'linglar. Sizlarning mushu programmani yo'lga qo'yib, meni taklif qilganingizga intayin xushalman. Tashakkurlar bo'lsin. Voy rahmat sizga rahmat. Onda bo'lsa o'ltirishga taklif etsamada qolgan gapni o'tira, paranshamda. Shu o'tamisan sen. Marhamat eda. Adam şu ammelan sizden xush ovoz naqshimiz, atoqli naqshimiz deb bilamiz. Uzun yillar bo'lib qolsa, siz qancha yil bo'ldi adam bu sohada xizmat qilyaptinglar? Men
bu sahada rasmiy san'atkor bo'lganimga 16 yosh vaqtimdan tortib ta hozirgacha da to'xtamadim. Shu. Tuydimi? Unda bo'lsa-da bu kichik vaqtlaringizdan tortib sizning orzuyingiz shu naqshchi bo'lishganda. Aqlimni endi bilgan vaqtlarimda dadam doktortichi, dadam doktor, opam o'qituvchi edi. U vaqtda men doktor bo'lmay Xanım bo'lma deb dadam opamga akilab, dadam doktor bo'lgandan opam o'qituvchi bo'lgandan dadam endi o'zi doktor bo'lgan bilan shunchalik duttani ajoyib chaladigan. San'atdan xabari bor. Naqshi deganni ish qilib voyaga yetkazib aytadigan o't yurak bir doktor mening dadam. Shuning bilan yurtingiz nada? Qashqadan. Ammo dadam yosh vaqtlarida xizmat munosabati bilan Yengsar Naylik doktorxonaga ashaga yuqumli kasalning oldini oladigan boshlamchi doktor bo'pti. Demak, Yengsarda jiq turibsizda. Yengsarda tug'ilib ekanman men ashada. O'zingiz Yengsarlik. Unda opangiz ziyarətdən çoda? Opamı duttachilib naqsha aytdi. Universal muallim u vaqtda o'qituvchilar hamma darsliklarni bergandikan, ham san'at, ham boshqa darsliklardan bir qo'lliq tarbiyalab chiqqan o'quvchilarim borki, ular yashnab qopti. Unda bo'lsa, demak, siz ziyoli oilasida tug'ilib cho'ng bo'lgan, shu hamda ota-onangizdan ta'siri bor ekanda bu san'atchi bo'lib qolishingizga. Bu meningki yuragimga oilamdagi muhit. Shu san'at o'tini yoqqan. Anandiken mening cho'ng akam Adiljon akam, o shu dadamni do'rabli chiqqanda. Sizlar necha bolada? 5 bolamiz. 5 bola. Siz eng kichigimi? Men 4-inchisi. Men 4-inchisi. Birli qiz, 4 o'g'il. Mijozingiz cho'qim o'g'il bolda qo'dayman. Ejib to'g'ri topdingiz. O'shda bo'ladi-ki, masalan, qizlarjiq uyda o'g'il bolaning mijozini tabiiy tortib ketadigan bunda ahvollar bor ekan-ku. Shundoq bir xil mijozim bordi. Hozir texsal naqshaysam, duttachilib naqshaysam, aytmayman-da. Lekin odatda gap qilsam shu sal ketib qoldi. Akalarimdan inimning mijoziga ketib qoldi. Cho'ng akam Adiljon akam shu Yengsar Naylik san'at umigida uzoq yil ishlab ekan. Men kichikdim bu vaqtda. Ikkinchi akam, erkinchi akam meni judib ko'tarib shu akamning o'yinini ko'gil teatrxonaga olib bordi. Do qarsam akam chiqdi deydi. Akam yolg'iz naqsha aytdi. Ham lapar o'ynaydi. Shu kichikimdan tortib, aqlimni bilgandan tortib akamning sahnaga chiqqanini ko'rib, keyin oilada nayt qizg'in, voy Mahmud Abdulla doktorning naqsini anglaymiz jurong deb bizning oilada ish mehmon uzilmaydi. Ondan keyin dutta tambur isig'liq turibdi tamg'icha gilamga. Shu muhitda cho'ng bo'lgandan keyin yuragimga san'at o'ti tutishib ketgan. Bag'an sir cho'ng bo'lgan sir. Qo'lim duttani olsam, yaxshi chalolmayman. Jil olib chilavermayl duttani. Ichingizdan qiziqishingiz bor ekan. Qanday qilsam keltiramish padiga. Deb endikin 5-6 yosh vaqtimda dadamning chog'ini qarab, qanday chalsa dadasi, qanday chalsa sen menga chiqma bo'lam deb chiqirib meni duttani urg'izib o'z padi bisib Aslında qilib asli manda ekan deb u vaqtda karim bo'lmadi. Keyin boshlang'ich maktab kirgan ekan to'xtabdi. Asli manda chaladi ekan deb anandan keyin duttaq ishtiyoq bog'lab ketdim. Endi keyin maktabdagi san'at muallimimizmi har bir faoliyatlar, o'quvchilarni alqi bayramlarda nima qilsiz desam, men o sinf boshliqdan boshlang'ich maktabda. Qo'pol bo'lgan ekan. Qo'llarni boshqarib. Birinchi sinfga kirgandan tortib meni sinf boshlig'i sayilgan. 6-yillikchimi? U vaqtda 5 yildi. U vaqtda 5 yil rasa. Biz o'qigan vaqtlar 5 yildi. Demak, u boshlang'ichni shu Yengsarda o'qidingizmi? Yo'q, boshlang'ich maktabga kirpoqchi Qashqarga yenib keldik. Ondan keyin izchil Qashqarda o'qidingiz. Qashqarda. To'liqsiz o'qib, Tunjanga imtihon berib, o'tir texnikumga. Yanilam bizning oiladagilarni to'nigandan keyin o'quvchi qabul qilishdilar. Shu meni yanilam Yengsarda supan qurilgan vaqtda supan maktab. Shu yerga o'quvchilik qabul qilindim. 1 yil o'qib bo'lgandan keyin yozliq ta'tilda Qashqarga bormiz hamda uyga. Qashqar viloyatlik o'makda mening yaxshi o'tadigan bir acham bordi, avans acham. Shu avans acham bilan ko'rishib kelay, hamda ta'tilda ko'gim kelib qoldi deb bordim. Vasam voy uka, mo'jab bir yaxshi keliblar. Deganlikka qarmay naqsul o'mikidan naqshchi og'il keldi ekan, hozir bolalar tizimlatdi. Degandim, men maktabimni qanday qilma debdim. Spanda o'qivatsam bo'ldilar desam, yo'q, sizlar imtihon bersizlar, cho'qim o'tab ketdilar debdi. Qanday imtihon bermadi desam, naqsha aytibdilar, shu bo'ldi deganda ma'qul. Deb ertasi chiqsam bizningki to'xtaqim to'njig'imiz o'quvchi qabul qilg'ili. Kepto, imtihon boshlandi. Boshqa o'quvchilar imtihon berdi, mening ismimni chaqirdi. Tatinish degan yo'q menda.
Qopallam da chip kirmagansiz. Sizning deganda ismim Faridam desam. Ha, nima ish qila olaysiz de. Naqsh aytalayman, duttachilalayman, leper o'ynayalayman desam, voy, bo'ldi ekan. Kulib ketdi odam. Unda naqsh aytanga debdi. Tatinmay. Vatanim Jonxaylim deb bir naqsh vati shuni aytib berdim. Unda leperni o'ynanga deganda, kun chiqishqa qarayman, bulbul bo'lib sayrayman. Mavjushining rasmiga qarab to'ymayman. Ashleperni o'ynasam bekmas ketdi ularning. O vaqtlarda da bunda chiroyli aytamasiz. Chiroyli aytdim, ovozim vaqti deganda kichik, lekin vaqtda bola ovozlar endi. Shuni voy bo'ladi ekan deb andan moyoqda gongching batdi, pianino. Shuni bir ma'lum bakin chepadi. Ovozimni vaqirtib, qancha ching vaqirsangiz shuncha yaxshi ma'qul deb vaqirib qilsam bo'ladi ekan deb bular muzokaralashib bizni chaqirtimiz dedi. Xabar qilamiz degan ma'qul deb. Unda xabar kelmaydigan, unda xabar kelmaydigan desam, aytsa bizniki Tanjang To'xtiqim bizning boshlig'imiz bizning uyini izlab beribdi. Akam bilan ko'rishdi va qanday topgan bizning uy yetkarlamchi. Ankitni akapdi, mushun to'shqasin, birsini tepib to'shqazdi, opirib qo'lga berdim. Undan ayt yansag'imimiz sizni beramdi maktabdan. Bermamdi deganda men o'qimayman. Berdi deb bilib aldı bilan maktab kirsak hech kim yo'q ta'til. Bizning sho'jani izdasam uyda bor ekan. Mushta gap deb chaqirib chiqdim uydan. Ash maktabning ichida edi uyi. Tanjang ko'rishdi, maqizalni biz ektidigan bo'ldik. Qarmay naqsul umakka naqshchilikqa olamiz. Sizlar qanday qaraysizlar, qo'l qo'yib berang deb iltimosning ustiga nimqanti. Bizga ma'qul deymiz, endi nay nim deydiki sizlar aldı bilan nayniki boshlig'ini izdanglar. Depti şu kunalam berib Şenjan ishxonasiga kirsak unimidi. Nemishqa? Sizni yenib chiqdik. Biz san'at umakni qayta qurmoqchi. Naylik umakni qayta asli keltirmoqchi. Shunlashqa bu qizni bizning planimiz bor. Bu qizning ota-onasi bizningki nayga xizmat qilgan. Shunlashqa biz bu qizni ap qolamiz. San'at umakka iqtidori bor bu qizning deb toza yig'labdim ashada. Qanday qilma, men boramsam qanday qilim desam, to'xtang. Ishxonasini yenib chiqdik. To'xtang atlikka. At deganda siz uyga kiring, bunda yig'lasangiz bo'lmaydi. O'zingiz birinim deb kiring dedi, ma'qul deb. Kirsam at deganda uyda bakin ko'rablam yig'lab ketdim. Mening qo'l qo'ypaslar. Bo'lmaydi, qarmay ketmaydi deb qo'l qo'ypamsiraman bu yerda o'qimayman. Mening o'qishim nobud bo'ladi. Yig'lab ketdim, qor yomg'ir to'kilib ketsam shuni ayoli. Bu qizvalning shunchalik orzusi va ekan qo'l qo'ypaslar bo'libdi. O'zini ashada tavlab yetishdi sonda boshladi. Bu noya boshliqlari nimada shu ma hisobda? Shu vaqt ashundaqdi. Span yeng qurilgan vaqtcha har bir noilada span sinib qurilib ekan shu vaqtda biz to'g'ri kelib qolgan. Keyin qarmay naqsulomika ketdingiz. Qo'l qo'yib berdi, xo'shligimda atslam meni Tanjang eliplamangdi. U yerda qanchalik xizmat qildingiz? 30 necha yil. O'siz qarmayda turibsiz-da, unda bo'lsa. Unda bo'lsa Jongyang yeng shu ashada bir o'qigan bir tarixingizni men bilaman. Har millatdan tarkib topgan bir neft san'at umigi ekan u. Bularniki o'yin qo'yish vazifasi nihoyat jiqqa. Bir oyda yoki bir yilda manchi maydon deydigan shunday bir vazifasi bor ekan. Usulchilar cheklik qo'ygandan keyin mening usulga chiqadi. Usul deydim, usul o'ynayman, ham leper o'ynayman, ham duttachaman, shunday qilib numurlarimiz biydi-da. Shu munosabat bilan 82-yili bizning umakninki rahbarlari bu qizni muntazam bir tarbiyalayli deb yana bir qo'yzoq qiz bilan meni Jongyang yeng shu yanga avatdi. Bu yerda bilim oshirdim hisobda. Bilim oshirdim. Qancha yil? U ma'lum kim desangiz, chet eldan kelgan Sabibala degan naqshning butun juti asosli naqshisini aytgan Yepeyin degan ma'lum. Shu ma'lumning qo'liga tushdim ovozda. Bu ma'lumdan haftada 3 qatim gangching banzo olamiz. Shunday qilib qolgan vaqtda o'zimiz vaqirab yotoqning ichida ash ma'lum o'tgan darsni aytsam, mening ovozim biroq yo'q qarang. Voy men qanday qilib burni aytgan naqshamma aytamadim, men qanday qilib deb yotoq kirib yig'layman. Ma'lumga dedim, "Loshi va shaying bushing desam, zala dedi. Shaying chu bilaysam, men ugatgan yo'l bilan mangsa. Sening hozirgi ovozing ilmiyatligi yo'q ovoz. Shu changda wagini jawda ne tyalu ne jug'zo. Nafas bilan anandiki mangsadida, ma'qul deb. Shu ma'lumning deppaga yo'lnish bo'yicha maqdim 3 oyda ovozim rasmiy chiqdi. Chiqqandan keyin yotoq kelib duttani ep kelgandim rasluturimni. Osh o'zimning aytayotgan naqshlarim bilan bayliqi fanfani birlashtirib aytib baqsam shunda chiroyli chiqyapti-da. Berib ma'lumning darsini elib ovoz fashion qilib mashq qildasa yana bo'lmaydi.
bilmayman. Ne yollan çağlı dep aşta xapalaydı. Zadı qanda basmış malımda yolda bana aytçı. Bir gep bola bir yerden çıqam dep. Şu aralıqda 20 yıldan jiqraq vaqt uygandim. İdaramningki oyun vazifasi to'shab qolgandan keyin bizning vaqtimiz to'shdi deb bizni chaqirtib eketdi. Anqchi men 8 naqshga tayyorlik qildim. Ma'lumim shuni ko'lendamdiq hamda. Ko'l qilib ügütib qarmayıq bağandan keyin sen mushu naqshi bo'yicha men ugatga ovoz bo'yicha xuybaq qilsa deb bizningki shuncham buning boshliqlari o'makdiki xizmatdoshlar bizning tanjanglar hammasi o'tirib bir başdan aytib 8-10 naqshi degan budungday to'lab qaranishdi shunda yuqori bağa erishdim. Demak shu 20 yil o'rganganingizdan natijasi chiqib bo'ldi. Ovozim chiqdi qarang. Kichik inchik ovozdan to'miyib u vaqtda biz yoshda qanchalik qayoqqa vaqirsak shuni burilib mangadigan gap. Rahmat aka. Unda bo'lsa da boy dutta bilan degantingiz ko'z oldimga kelib ketdi-ku, dutta tutgan holatlari Faridadamning. Mishada naqmaydan bir naqsha dutta naqsi anglab boqamdiqmiki deb o'ylab qoldim. Ha? Rahmat akam. Bir padi aytsangiz bo'lamdi dedi. Bo'ldi, shu duttani esimga olsam mening bir rahmatli dadam bilan akam esim keldi, cho'ng akam. Dadam tugab ketdi, yoshlam tugab ketdi dadammi-chu, kasal sababidan. Apammi tugab ketdi. Ashuna bilan rahmatli akamning qo'lida tarbiyalandim. Shu akam meni yetaklab ta hozirgi kunga kelguncha akamningki ta'sirida. Mush kunga kelyapman. Har bir duttani qo'limga olsam şu akamның сымасы, dadamның сымасы көзем көрінеді. 12-13 yaş vaqtimda sabaqdaşlarımdan uyga barsam, o vaqtlarda tapşırıqni, şu sabaqdaşlarning uyda ishlaydik. Tapşırıqlarımızı ishlab bo'lgandan keyin uyda dutta bağlar bo'lsa, adash dutta oynayli deb, qilsa ma'qul deb dutturni chilib qilsam uydagilar, "Jep chiroyli chaldi ekan, ma qizalar, jep nimda ovoz chiroyli" deb boshladi aytdi. Hadi unda qaysi naqshni anglaymiz? Xalq naqshlaridan adishim degan naqshni aytaymi? Voy, bo'ldi adishim. Voy. Adişim kalem kışım vay derya bulup aktı yeşim derya bulup aktı yeşim şart kılıp vede bireyda dey vay senden bilek yok adişim şart kılıp vede bireyda dey vay senden bilek yok adişim Vay mağrib hakim koyuptu Vay bir vapa yar tutqili Vay bir vapa yar tutqili Şu yerim taşlap kesecraqqa Vay yalğız qilib jigli Şu yerim taşlap kesecraqqa Vay yalğız qilib jigli Köynügüm 8 tala Vay töti ala töti qara Men
tutmudumda dey tutay desem yar bek tular men tiqiye yar tutmudumda dey tutay desem yar bek tular yar bek tular rahmat ovozing nimda payziyada o'yladim ancha chap qo'ydigan sizda da ancha chalimiz rahmat rahmat shunda xo'shalliqlarni beg'ishildingiz bizlar emas hozir ekrandagi nurg'un ko'rmalarimiz shunda hayajonlanib deb aytalaymiz da xeyli yillar bo'ldi burun to'xtamaytiniz men ismini bilsam har yil ishq bayram bo'lamdi kechilik bo'lamdi siz ba'libada keyin orliqlarda hamda biza bir to'xtab qolgan bo'ldingizda shu necha yil oldi keyin vaqt ichida pensiya chiqib bo'ldingizmi da chiqdim yaqinda chiqdim lekin yana to'xtamay xalq uchun xizmat qilib kelyapsizda albatta ovozingizni yangratib oxirgi bag'chilik bu mening ovozim uzilmaydigan o'xshaydi tiniqim to'xtig'icha yaxshi ko'rish tiniqim to'xtig'icha muhabbat o'xshamaydi haqiqatan bu san'atning ishtiyoqi ajoyib bir to'xtamaydigan ishtiyoq nihoyatda mehri issiq uning ustigacha san'at bilan tug'ildim san'at bilan u dunyoga ketim degandek chiqqan rahmat unda bo'lsa-da xo'sh programmamizningki amsa 8 savoli bor-ku mush turmushingizga munosabatli so'raladigan savollar ada unda birinchi savol hozirgi oila ahvolingizni tushunib baxsa qo'lamdi qancha farzandingiz bor degandek savolda bu bo'ldi hozir meningki 2 farzandim bor bir o'g'il bir qiz o'g'lim Qarmayda qizim hozir san'at shu yerda o'qiyotdi o'g'lingiz naqsh usul o'migidimi yo'q yo'lishingiz mamtun akamiz shunday ko'zdagmisan rahmat mamtun akamiz Şinjan naqsh usul o'migida san'at yurtida muzika atirtida ishlaydi ko'zdagmisan unda ikkinchisi shu sahna hayotingizda yuz bergan bir qiziqarli ishlardan deb beramsiz masalan shu naqsh aytayotgan vaqtlarda yuz bergan bir alohida qiziqarli ishlar esim keldi deb bir so'rab qoldingiz voy 95-yili ya 96-yilmi bir Beyjingda o'tkazilgan lapar musobaqasi bo'ldi. Shu vaqtda bizning o'makdan 5 aylan 4 o'g'il bir qiz men endi Tuanjan Abduqayimkan boshlab borgan vaqtda Jungyang Shiji shuyanning ichida musobaqa maydoni bo'ldi. U yerda Adil ablazim beribdi, andan keyin Xotandan Sudiyachan bilan Sulaymnikan beribdi. Qolgan boshqa o'lkalardan kelgan san'atkorlarimiz bor, qatnashdik endi. Rasmiy sahnaga chiqqan vaqtda men mikrofonni bu cho'qim taqaq holatda deb ochiq mikrofonni taqab qo'yibdim-a. Iti tutdim kaygansini. 4 o'g'il bola oldida chiqdi, orqadan men chiqamanda chiqib endi naqshni birinchi ovozni boshlab olsam, bu ovoz yo'q. Apla, abay men o'chirib o'tibdim emasmi deb g'achchid oqimga o'rilib ko'ynakni qariplamanda yagi istag'am jizisni. Qariplam vaqt mishagicha ochdim. Kayganni. Echitlam oqidan kelib yugurib kelib laparni o'ynaverdim. Qarang bo'lmasa u rasmiy musobaqada o kuni. Qandam qilib o'qidim, ovoz yo'q, to'xtash to'g'ri keldi degan o. Bütün pastelqi ko'rmanlarga jonlar o'tag'an. Shu vaqtda ashunda bir qiziqarli bir unutqisiz bir ish bo'lgandi. Darhol o'zimni kallasi keplam oqiga ko'ynakni qarib ashu kayganni ochdim. Shuning bilan alayda artist mukofotiga erishdik bizning lapar. Birinchi darajalik mukofotiga erishdik. Uningda u nomerda xatolik ko'rilmadi. Ko'rilmadi. Sezmay qoldi. Birinci avazlam güzel bizden Qarmay deb başlaşımgıla avaz yok deplam jugurab beriplam aqımni qilib açdım. Aşnavlarlam naqshni bir kupletini o'tkazib sizda bir kuplet emas. Birinci misra. Birinci misrada o'tib ketdi. Birinci misra muzika bilan lam chanmay qoldi shuni bilan. Hozirgacha o'ylaydi ekansiz-da o'shni. Bizning balla degan voy Tuanjanbek nim qildi ash qarab o'tiribdi ekan birinchi ratda. Oplama ovoz yo'q deb mushta taj ketdi dedi. Shuni bilan ayadi faqat chanmidi. Ajoyib artist deb meni maqtab ketgan shu vaqtda. Shunda ish bo'lgan. Nurg'un bu hikoyalar nurg'un hikoyalar bor. Hozir darrov esingiz kelgan shu. Shu isim kelib qoldi. Rahmat da. Unda men keyingisiga o'tib ketdim. Siz hozirgi yanada yetishayotgan naqshchilarni qo'llamsiz. Mushu naqshiga qiziqayotgan bolalarimiz yetilayotganlar bekchiq.
bek nurg'un. Asas jihatdan biz san'atga qiziqdik, naqshga qiziqdik, bek yaxshi ko'ramiz, ajoyib amroq deydi. Lekin buningga men qo'llayman bularni-chi. Ammo lekin endi sistemalik tarbiyalanmasa, yanlam bir yerdan chinib qoldi ekan. Hozirgi bizningki uskunlarimiz taraqqiy qilib ketdi-chi. Zamonaviylashib ketdi. Bular endi o'zining naqsini unga elib, yasab qilib shunda chiqyapti. Endi ba'zi o'yin qo'ygan vaqtlarda jiq uchirtib qolsiz. Uchirtimiz anandan keyin haqiqiy naqsh aytadiganlar, haqiqiy bir naq maydonda aytadiganlar sal ozroq. Endi naq maydonda burun unga avaga nusxasini qo'yib berib, faqat og'izni to'g'rilab beradigan bunda ahvol ko'p uchraydi demoqchi-ku siz. Lekin sizdan birdan-bir ularning kutadiganingiz shu kasbiy sapasini o'stasiga. Kasbiy sapasini o'stasa, anikin bularga ait aprini o'qiyman. Burunqi naqshlarni hozir bizning xalq qilib qolgan xalq naqshlarimizni aytib. Mening umidim endi aslisini tepib, asl nusxasini tepib aytgan bo'lsa, yana birga endi tekislarga hurmat qilsa deysiz. Shunday bo'ladi. Rahmat. Naqsh sohasida siz bilan toza chiqish olmaydigan artistlar bormi? Yoshga qiling jumada. Yolg'on gapsini bilib olmayman men. Chiqish olmaydigan artistlarni men hozirgacha ko'rib baxmadim Jumovkam. Yo'g'on bo'lib qoldi edi. Nemishqa desangiz, men unda qilmayman qarang. Men hammasini shunchalik hurmatim bilan yaxshi ko'rib anglayman naqshlarini, usullarini masalan. Men shaxsan o'zimda bo'lmagandan keyin men xalqni unda qilmaydi deb qarayman. Demak yo'q. Men unda qarmayman. Rahmat. Mush fursatda sizni yaxshi ko'rmaydigan kishilarga nima bilan degangiz bor? Yaxshi ko'rmagan kishilarga mayli yaxshi ko'rmasa deb ketaverma. Shunday bir ideya bor menda. Men yaxshi ko'rmagan bo'lsa, boshqa mening ko'rmallarim bor. Meni yaxshi ko'radigan, naqshlarimni anglaydigan. Voy yaxshi ko'rmasang ko'rma, nima desang-da, menkarim bor. Yani o'zimningki yo'lida menib ketaverma. Men kishiga yomonlik qilmayman. degan bir ideya bor. Demak edi, har qanday odamni cho'qim odamli bo'ladi ekan, u mukammal bo'lmaydi shunday qiladi. Uni yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi, yaxshi ko'rmaydigan odamlar bo'ladi, har xil laryanz odamlar bo'ladi shunday qiladi. Cho'qim bir odamni 100 odam bo'lsa butun hammasini 100 yaxshi ko'rib ketish notayin bo'ladi. Shuning uchun savol yaxshi. Rahmat edi. Yaxshi ko'rmasin, mayli. U o'zining ideyasi. Men o'zimning yo'lda manaman. To'g'ri. O'zimning yo'l to'g'ri bo'lsa, o'zimning yo'lda menib ketavermaydi. Rahmat edi. Unda bo'lsa, hamda eng oxirgisi 8-si bu savol emas-ku. Obayt yaqma ko'chilab so'rab vaqtda bu savollarning orasida qarsam talantlaringiz bek chiqqan-ku edi. Mushu rol elish qobiliyatingizni endi ko'rdigan keldik. Mush ko'rmanlarimiz zirik qolmasin deyman. Ancha lekin unutib qoldimmi kefkam shu. Unutib qolsam hech yo'q qadam. Keyingisi. Qanday ahvolingiz yaxshimidi? Tezkon yaxshimisiz? O'tiring. Mana azosimida. Voy bu nima bu? Ma iliq Nalilaning kuchida, iliq Nilofer chiyib, qonbisim tushirdiganqa. Bu qo'yiladi. Birini ko'tarib kirmoqchi bo'ldi. Yo'qmi, sattirdi, sizni yaxshi ko'rmas. Sizdek ustozlarga hada. Siz kim bo'lsiz? Men oldin qaytim tarjimonini qilib qo'ygan, sizga bir avat berdim qo'ydim. Naqshga internet degansiz. Shunda. O'makda bo'lsa bir ishlab qolsam. Siz qaysi uslubdagi naqshlarni aytasiz? Masalan, xalq naqshlarimi, ommabop uslubdagi naqshlarmi yo qaysi turni ayta olasiz? O'sha modroq naqshlarni yaxshi ayta olaman, deyman, shu mod uslubdagi. Unda bo'lsa, sizning o'zingizning eng yaxshi ko'radigan naqshlardan birini aytib beqnaq qani. Hozirlanmadi. Sizning oldingizda. Sattiraman. Bu yoq. Yaxshimi bu? İmtihatqanmi? Ha, imtihon belayotgan. Siz İningizmi bu? Voy yo'q, ining emas, bu qanday siz to'lamsiz buni? Bu yoq ne? Yo'q adaman. O'zim yolg'iz qoldim. Hada imtihonimiz deb chiqarib qo'yibsizlar e'longa, naqshiga. Voy, ham bu yerga bir usib kirdigan yer emas, imtihon maydoni. Unda qiqib kirsiz. Bu yerga. O chiqqan kirib yuribdi, adam yo'q o'xshaydi. Ham imtihon berayotgan bitta? Ha, imtihon berayotgan. Bera. Siz naqshingizni boshlayvering.
Siz jimi o'tiramsiz yo chiqib turamsiz? Men anglab o'tirib qanchaga yetadi ama o. Bo'ldi, qani bir boshlab beqinglar o'zingizdan eng yaxshi ko'rgan naqshlaringizdan. Qapıma chiqib turamsiz. Oyda qildim ha, shaqlab. Yeter naqshini. Men modi qimroq naqshlarni bek yaxshi ko'raman emasman. Bo'ldi, o'zingiz yaxshi ko'rgan naqshlaringiz. Sizning oldingizda sal xijil bo'lib qoldi. Bu degan intam maydoni qildi. Intam aytmas naqshan nimijiq gapi. Qashqash aytmas naqshi deganni. Qo'shiqsamay turamsiz ya siz? Ya bu ishimni siqyapti-da, bu naqshi degan qashqash aytmam jalliqimiz deb o'rtasini naqsh bo'ladi. Unda siz aytib baqamdingiz ya. Chota yo'q. Naqshi deganni uyg'urchadan boshlaymizmi da? Boshda moyoqdan imtihon elayotganman. Siz jim turib turing. Deba. Aytamdan. Men ilqi yangidan moda olgan bir naqsh bor. Voy, qo'ya, bo'ldi, men o'zim aytmadim. Bo'ldi, men aytib beray. Yarım qana alki bilim da. Qayda bilmaydigan bo'limi ya? Ya unda men ishimni siqyapti ma o. Naqshga qash boshlamamda qo'ydi degan aytdim deb o'tamaymiz da. Ha, nana naqshni aytma uyg'urchada. Ayting unda bo'lsa. Uyg'urchadan boshlang. Özüm unda baram sen meni unda ayağına koyam sen. Manda naqshes to'xtang. Manda naqshingiz qotandagi kali qo'yilimi qechib ketadimi? Qanday naqshi bu? Muqam naqshlar. Naqshini buzmang ukam undaq. Siz ayting. Güneşni men uyan bir deniz semana bakmaylam şu kalemsen vakitsiz dünyadan ayrılıp kalsam oh Qabremge baş koyup yaş tükelemsen Yaxshi. Ya, da yaxshi emas bu uyg'urcha azroq mishnal biladi ekan bu. Siz qo'shiqsamay turing birdan. Ya, da bu Ma intam maydoni siz to'la aralashmang. Men yana siz aytib baqing. Uyg'urcha naqsh ayttirganlik aytmas. Ha, ayting. Anglab baqayqin qancha. Dangla. 难道你真的没有感觉到我对你说那么的重要？难道你真的没有感觉？ Bo'ldi. Bek buzdingiz. Bek buzma quloq buzilib ketdi. Anlash sezimi buzilib ketdi ukam. Azroq o'xshadi. Siz ayting. Aytalamsan ya. Azrak itbaqay akamdan sen aytay. 最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动过。 Yaxshi ukam. Ya, da yaxshi emas, yaxshi deysiz buni. Bu ma azroq bormi ya? Yo'q, bo'lmaydi. Da u ikki xil til bilan yaxshi bo'lmaydi deyman. Bu yan nurg'ulg'an tillar. Qozoqcha aytolmaydi, men aytman. Qozoqchimi? Ayting amsi. Qozoqcha bo'lsa. Aytib. Tug'ilgan kuningizdar quvonish, tug'ilgan kuningizdar quvonish, tug'ilgan kuningizdar qutlug' bo'lsin, tug'ilgan kuningizdar quvonish. Bunday so'zlar. Voy. Aytalamsan qozoqcha? Qozoqcha bir tonlaqcha anglagan men azroq sizga aytib berayim. Aytbaqay. Emas qozoqcha aytolmaydi bu. Sağındım oy dedin an Şanım mağan Bulut kurdum bir tollarda Damulagan Su menen aşanını Ah jalını Avlaqta bulunda Damulagan Mende boyla sama bu pesi böke Mende boyla nösürde yesi ketke Mende boyla
Yüzünde yer tunsayı Mindi boyla Yüzünde mindi boyla Yaxşı ustam. Ya ada yaxshi emas. Naqshi degan mana mandaq bo'ladi. Bu naqshi emas, meni zangli qotdi menda boylarda bu. Siz qandaq naqshini yaxshi ko'rmoqchi? Qandaq naqshi Ya ben ahango bo'ldi lekin tekst nima menda boylarda buni menda boylayman buni. Bo'lmadi bu tekst degan bo'lish kerak, o ahang bo'lsa olmaydi. Asta qaytib salamiz. Ya. Ada naqshlarim yo'q, yaxshilarim yo'q. Bu da shu Hindistoncha aytolmaydigan mava. Aytama bo'pti. Hindistonchini qanday aytsin? Hum tere min labirana ke sakere hum tekina kavajud mera ab tum kho zindagi ab tum kho ya iterlarda Hamma naqshimizda bir buzilish bor. Ya buzilish emas bo'lar. Siz ayting aqinamdi. Endi chiqma. Ha. Kichik vaqtimda bir anglab qilgan bir naqsham bor-da, shuni bir asraq. Ayting. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा मेरी तकदीर है तो मैं चल के सामने आ मेरी महबूबा रहमत Yaxshi aytdim. Ya ma'u xil bo'p qoldi, ada deyishlar ko'rgandek. Bo'p qoldi emas, shunday yaxshi bo'ldi. Lekin Yaxshi aytdi ekan. tekstlari hatto Hindiston chiqtugan ba'zi yerlar aholini yaxshi alamida atik. Siz nada o'qiyapsiz? Ama Hindistonning Hollywood o'qigan edi. U yerda Bollywood bor. Naqshininki ahangini tuzlab kelib, anandikini intam berasiz. Bo'lamdi? Tamam, bir qitim fursat bering adam. Eng oxirgi qitim. Ahanglaringiz shunda yaxshi emas, quloq mushug'andek anglanadi. Ahangning notisini aytayman endi. Hech kim adorab, men endi O'zbekistonda bir taqlid qilib o'ynagan bir naqsham bor. Bu naqshni endi mendan boshqa odam aytolmaydi. Bu qarasam bu o'zbekcha naqsh aytolmaydigan chiray. Agar biz o'zbekcha naqshni sen aytolmasang, men yengam bo'lma. Hisobman. Ayting. Boyvachcha bishani kamerani boyvachcha ama boynasan boyvachcha bishani damran boyvachcha kisham yo'q boyvachcha bishani damirani boyvachcha ama boynasan boyvachcha bishani boynasan boyvachcha sen bir yer yo'q Meni kestim qo'zg'alib ketdi. Qanday naqsha bu? Naqshi degan tushunmaydigan odamlarni qiziqtirib. Siz ayta olamsiz mana naqshini? Shu naqshiniki asl nusxasini aytgan fojialarning ku deyman bu. Tunamsan bir tal naqsa men o'zim yaxshi ko'raman. Aytasiz. Bahor kelib juda gullaganda asallari qo'nar ekan gullarga sevgi xumor salom sevishganlarga ishlar qalay privet janonalarga Manda aytdim. Lekin men bo'lmasam bil aytmay aytishpamsam o'z yog'iz tamomlayolmaydi bu raqslarni. Yajon. Buni bo'ladi ekan, lekin shu sal jalliq emas ekan. Men sizga deb qo'yay ukam. Naqshi deganni ahangni yurakka tekkidek ahangni tuzlab kelib, andan intan bagil qatnashing. Bo'lamdi? Ya, hamda qiziqish bor. U ahang degan vaqtlar kelganda kompyuterga septirib turib tanishayotgan bo'ladi-ku. Adab 2000 ko'ynan sheni aytgansa. Lekin rosa darsda hozir qilayotgan. Men tushundik ham ava. Tanishayotgan bo'lgan bilan biz anglarmanlarninki hamda ko'rmanlarni oldiga olmaydi. Uqdingizmi? Mani toza qilingizda cho'nqur his qiling. Bo'lamdi? Bu biz sana suyar xalqimiz unga ilib qo'ypagan ovozlarni yaxshi ko'rmaydi, ham yoqtirmaydi. Haqiqatni anglaydi. Uqdingizmi? Unda olsa da telefon nomerimni qoldirib qo'yay. Tasadduq ma'qulanma bir o'kunni ishlab olsa dikkil chanqu qilasiz men shu zaman
demoqchiman. Siz men dedim-ku sizga. Siz qaytib turing. Ügünüp anandaki mening qishimga keling. Siz telefon nomeringizni qoldirib qo'ying. Rahmat edi. Rahmat. Bunda tanımaganım. O'tiring, meni deydigan gapim batdi. Desa, Farida Mahmudadam bizniki ustoz san'atkorlarimizdan biri. Cho'qim abaq talaffuzing to'g'ri to'g'ramay qoldi-chi. Endi o'sha oxirida Faridadamning og'zidan bir atom naqshin atoydan kelganki anglab ketsak deb. Shunda bo'lsa, bularni tovanchilik bilan bir so'rsak. Sizlardan intam olimi deb kelib o'zim aytib ketamanmi? Yo'q, uzun yillardan beri ekranda ko'rib cho'ngildik ada. O'sha bo'lsa, mush fursatda bir anglab olgan bo'lsak. Ha, aytib turay, bir nazlanmay, ko'kka o'tirib kelganda bu ziyon chiqmasin. Bo'ldi. Abay talaffuzlarim sal qattiq chiqatdi efkam. Ya qaplash yo'q ada, ganjing ballar qo'y. Qaysi naqshni anglaysizlar? Ajiliqi siz aytgan shixabog' bak amroqdaman. Shuningga. Sizlar shuni anglaysizlar. Yoshlar yaxshi ko'rgan naqshlardan, shixabani aytamdim. Mesela Şihabadın öttüm ben, öttüm ben. Taş üstenge taş atmay, taş atmay. Şihabadın öttüm ben, öttüm ben. Taş üstenge taş atmay, taş atmay. Ömrüm şunda ötem oya, ötem o. Seni hiç kimge okşatmay, okşatmay. Ömrüm şunda ötem oya, ötem o. Seni hiç kimge okşatmay, okşatmay. Oynaymen baranlıkta, baranlıkta. Yaşlıkta, saranlıkta, saranlıkta. Gece bolsa yatmaymen, yatmaymen. Derizengdim patmaymen, patmaymen. Mana gece bolsa yatmaymen, yatmaymen. Nakşam bilen küyleymen, küyleymen. Rast gipinni itqinayar, itqinar. Men bu dertni tatmaymen, tatmaymen. Rast gipinni itqinayar, itqinar. Men bu dertni tatmaymen, tatmaymen. Üzümden derdini az dep, az dep. Senin derdini tatmaymen, tatmaymen. Oynaymen davançında, davançında. Ardo çozu hançında, hançında. Ardo çozu hançında, hançında.
Rahmat edi, rahmat. Rahmat, oxirgi talabimizni o'rindab berdingiz. Rahmat edi. Sizlar aytgan tillar mavqam sal buzib qo'ydi. Shuninga hayajonlanib ketib aytib soldim. Kechirsizlar. Yaxshi aytolmay qoldim. Dars asonsiz o'qidik. Ders asonsiz emas, aytalaytib hamda adimiz yaxshi aytar ekan, bundaki men tirishmab dars tugatdim. Yo'q, Xudo bo'lsa. Bo'libdi, men siz yaxshi tirishingizmi? Sizmi cho'qim o'tib ketsiz imtihondan, Rahmat. Qizg'inligingiz bek yaxshi ekan, lekin siz texnik tirishing ukam, siz imtihondan o'tdingiz. Voy, rahmat. Bundan keyin sizga xabar qilamiz. Sizmi cho'qim o'tib ketsiz. Telefonimni ham qoldirib qo'yay. Bo'ldi. Yezib qo'yamiz. Men aytib olaymi? Sizlar telefon qilsangiz bo'ldi, juvada. Ha, bo'ldi, men sizga xabar qilaman. Rahmat edi. Ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Rahmat edi, rahmat. Va qila oldingizmi mana? Qo'polroq bo'lib qoldim-a? Shu bir obrazda ada shundaqmi? Oxirida naqshingizni tiqib zo'lablar mana. Mencha yaxshi bo'ldi-ku, tayyorlik siz aytib tursa-da bu. Faqat ekrandagi ko'rmanlarga ozroq bir qiziqchilik bo'lsin deblam o'yindiq-ku ada, shundaqmi? Tabiiylik ketdi. Tabiiy bo'ldi. Ha, tayyorlik siz olganka shunchalik bo'lganki bo'ldi. Sizlar yaxshi o'rindadinglar. Bu yaxshi o'rinlaydi, buzadigan yerlarni bek yaxshi oldi. Yo'q, bu talantda, bu mobil. Talibon bir xil talant. Buzib etishmi ada shundaqmi, kuyga tushmay naqsh etishim bir xil talant bo'ldi. Ras kuyga tushirib naqsh etgan talantlar bekchiq. Kuyga tushamaydigan bek oz emasmi? Shu oz narsalar a'tvorlik bo'ladi. So'ylab qo'dildi. Unda bo'lsa-da, ma bosqichlarni o'tab bo'ldik, sizni asosiyatdan tushunib bo'ldik ada. Turmush ahvolingizni bilib bo'ldik. Echilmagan sirlar asosiyatdan qonmidi-jo'da. Endi mush ko'rmalarning kayfiyatini sal bir ko'tirish uchun biz shu programmamizdanki ijodiy o'yinlardan bir so'g'ana shu quloqqa tingshig'ish taqib so'z tepish o'yinini o'rlashtirgan edi. Siz bilan bir o'ynab boqaylik deb taqozo olishyapman men-ku. Bo'ldi. Şolban geldi. Voy. Operat. Ha? Operat. Aparat. Voy. To'g'rimi? Tik uchar. Ha? Tik uchar. Qarang og'zimga. Tik uchar. 5, 4, 3, 2, 1. Anlayamadım. Bekçen mavu. Süverek. Ha? Süverek. 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 Traktör. Ha? Traktör. Traktör. Şişhal. Ha? Şişhal. Kristal. Yok. Şişhal. Şişhal. Fatime. Fatime. Malima. Malima. Fatime. 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 Gülçi kız. Üçgezek. Gülçi kız. Ülisiz. Ülisiz. Gülçi kız. Gülçi kız. Sorma. Gülçi kız. Ha. Gülbergi. Tögmenci. Gülbergi. Gülmerem. Enes. Gülbergi. Mantapamadım. Gülbergi. 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 He. Ha. Hasiyet. Alamet. A. Hasiyet. Isınma bu. Isınma. Hasiyet. Oldu mu? Oldu. Tanıştık mı? Tanıştık. Ama şu belgeler cümlemse. Bir dille kılamdık ya. 3. 3'ten kılamdık. Şı to'janzi. Bu. Doğru çıkır. Ya. Ha to'xtang, yana bir qatim. Şu dojenzi. Ber sizden. Ha. Şu dojenzi.
Что чанцы? Hopla. Hadi futboldan qarab turib meni. Oş utulup kaldınız mı? Onda bo'lsa hadi mushu Cho'lpon keldi programmamizdan 2021 yillik tajdarligi Nalilaniki emasmi? Nalina sog'lomlik mahsuloti. Cho'nglarga mos keladigan, ayollarga mos keladigan, erlarga mos keladigan, kichik bolalarga mos keladigan har xil sog'lomlik mahsulotlari bor-ku. Sifati haqiqatan yaxshi menayotgan. Shuningga sizga mo qimmatbaholik sog'lomlik yurishlikini sovg'atlik qilamiz da qabul qilgaysiz. Nalina markasidagi. Rahmat. Unda bo'lsa, men sizdan so'raydigan savollar hamiz oxirlashib qoldi edi. Hamda mushu naq maydon qadam tashrif qilgan go'zal qizlarimiz, anki bizdan mushu top vakili sizdan bir necha savollarni so'ramoqchi. Hozirgi bosqichda shularga astoydillik bilan javob berishingizni umid qilamiz. Bo'lamdi. Marhamat. Adam motordoshlarning bir qancha savollari bor ekan, men undan bir qanchasini olib so'rab qo'yay. Bir to'rdishimiz debdi, siz turmushingizda kasbdan boshqa yana qanday ishlarni qilishni yaxshi ko'rasiz debdi. Tamaq etishni yaxshi ko'rmak qiraq. Har xil tamoqlarni etib boqaman uyda. Uningdan sirt uyda gangching bor. Ovoz mashq qilib bo'lgandan keyin birdam dutlar chep boqaman. Birdam gangchingni tarangshitib ovoz mashq qilaman. Chiroyli naqshlar bo'lsa, hikoyalar bo'lsa anglayman uyda. Asosiyatni turmushimni sevmayman. Yana kasbga munosabat qilsangiz yaxshi ko'rasiz, bunday qatachaylar berib, yoki diba-pibalar berib. To'lisam da do'stlarim, yaqin yo'riqlarimiz memaga chaqirdi. Uyga chaqirganda bormasak bo'lmaydi. Uyada shu bizni ko'rsa naqshi anglag'is kelib ketadi ekan do'stlarimdan. Mushular xush bo'lsa, mening xushaliqim deb bilaman. Ashunchalik hamda hayajonlanaman-da. Texmalqa ovozlar echilgandan keyin texma aytib bergim keldi. Mushu mening turmushim hamda asos jihatdan. Rahmat edi. Yaxshi ko'raman. Rahmat edi. Yaxshimisiz-da? Yaxshimisiz. Nalina sahnimizdanki Cho'lpon keldi programmamizda sizlar yuz uchrashishimda intayin baxshalman. Menki Şinjan Barna Sochak Meslekçilikninki sog'lomlik yetakchisi Ayguzaldan hammalarga o'tliq salom va ali ehtirom. Sizdan bir savol so'rasam, menga kichik vaqtdan boshlab aqlim kelgandan boshlab shunchalik yaxshi ko'rdik, cho'nglarimiz shunchalik yaxshi ko'rdi. Aqlim kelgandan boshlab hatto 5-6 yosh vaqtlarimda bir hit bo'lsa, bir hafta ilgari shunchalik laparlaringizni, shunchalik naqshlaringizni anglagan. Hamda el shunchalik so'ygan, elni so'ygan bir ustozimiz. Hamda nurg'un kishilar bizningki sirtqi natijamizni ko'rdi. Lekin bizniki shunchalik jafolarimizni ko'rgandim intayin bek oz. Ana shu vaqtni ichida sizniki zarlangan vaqtlaringiz bo'lganmi? Bu savolingiz. Masalan, kasbdan voz kechib ketay deb o'ylagan vaqtlaringiz bormi demoqchi? Ayirib charchiga ishlarni aytib ko'p. Bir kunda qarang, 4 maydon o'yan qo'ygan kunlarimizning bordi. Yuzimizda et degan saharda qilib olgan girim ta kechgacha kechidik eng oxirgi o'yanni qo'yg'ichilik yuzimizni yuvib boqmagan vaqtlarimiz bo'lgan. Shu vaqtlarda ajab bir eg'ir keldi mush ishlar. Qachonmi tuga ichkiriga bizning neftliklar bor-ku, ichkiri o'lkalarda. Shu yerga borgan vaqtlarimizda vazifani ishtik tugitimizda kunda kechdi qo'ysak yetishmaydi-chu. Masalan, oldingi hisobda ishlayotgan ishchilarning ol so'rash yetishmaydi. Shunlashqa kunduzi 3 maydon yoki 4 maydon o'yanni qo'yib, kechida o'zlarimiz deganga gado chiqib, o yosh vaqtlarimizda. O vaqtda moy girimlar bo'ldi. Shu vaqtlarda ajab bir mushkasini tanlab qoptikamiz, voyay deb girimni jumay uxlab qolgan vaqtlarim bo'lgan. Bu xil hissiyotlarni men tushunmadim. Lekin ashtaq deydi, ikkinchi qilmasman, ikkinchi bunda qatnashmasman deydi. Lekin 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin yana boshqa yana qo'limizni silkib tutlam yana girimimizni qilib chiqtiyib to'xtash. Bu birsiga kichkinam alqadamallik bu o'kinishda. Shunda deysiz, o'ylaysiz, lekin ichingizdan tashlayolmaysiz. Bu birsi. Siz shunda voz kechay deb turgan vaqtlarda biroz kelib, "Voy, Farida men sizning naqshingizni bek yaxshi ko'rdim. Voy, siz bizning onda cho'lpinimiz bunda otalik ortimiz degandan keyin bu boshqacha bir xil yana jon kirdi. Yana bir jon kirib to'xtab tura. Mushunchilik meni qadrlayapsa, men nima ish bunda solishib o'tirmay deb yana jonlanib qaytadan aslim kelma. Mushunday bir inson ekan. Rahmat. Salam Farida, salam riyosatchilar. Salam dedingizmi? Salam dedim. Salam Şinjan Barna Sochak Cho'lpon keldi programmasiga qatnashgan barliq vakalachilar ham ekran oldidagi barliq ko'rmanlar hammalarning hozir vaqtinglar intayin baxaylik bo'lsin. Men Şinjan Barna Sochak shirkatining lider yordamchisi ham tarmoq shirkat mas'uli Ajmal xonimdan hammalarga o'tliq salom, ali ehtirom.
Feride men burundan tat, men aqlim kelgandan tat sizniki naqshlaringizni bek yoqtirib anglaytdim. Ovozingizning bundan keyin üzülüp qalmay yana chaqnab turishini umid qilaman. Texmi go'zal, texmi sog'lom bo'lishingizni umid qilaman. Men sizdan bir savol so'rab baqsam. Bo'ldi. So'ra. Sizning yani bundan keyin yangilik asarlarni ro'yobga chiqarish orzuyingiz bormi? Albatta bor ukam. Yangi ijodiy naqshlarni aytqim bor. Shunga tayyorlik qilyapmiz. Bir necha naqshimiz bitgan. Shuni bir MV'sini ishlabchi, bir tarqatmoqchi. Shunga tayyorlik qilyapmiz. Voy muborak olsun da. Rahmat. Bundan keyin texmi go'zal, texmi sog'lom bo'ling, umringiz uzun bo'lsin, oilangiz texmi baxtli bo'lsin. Rahmat ukam, buguningiz kelsin. Rahmat. Yaxshimsiz Farida ada? Yaxshimsiz riyosetchi? Yaxshimsiz. Farida adam hamda bizning ustoz san'atkorimiz sizni shu Cho'lpon keldi programmasi orqali yuz ko'rishganligimdan shunchalik bak xursand bo'ldim, bak hayajonlandim. Qisqasi men bir naqshchi bo'lish sifatim bilan sizdek bir ustozimiz bilan darqanda o'ltirish fursatidan shunchalik bak hayajonlandim. Rahmat sizga. Abayınızı oxumadık emasmi? Şu naqsha aytidi ancha muncha. Nasıl xabarim bor? Yad otası. Mishat ishki misra anglab baqamdiq ya. Anglaylı. Ya bo'ldi ilk maychut ustozimizni oldi. Yo'q, ayting. Yo'q, ayting, ishlam olmaydi. Bir kupletda. Ondan sonra menimki shu 2-oyning 14-kuni shu yil ijod qilgan ijodiy naqshlarimdan yo'qolsin. Ya yo'qolsin emas. Ağacınızdan derdi köp temizki naqshamda taqat. Aslama. Ayting. Bu bir yumurluq naqsha. Aldıda ayollar temizki naqshamni taqatdim. Ayollar temizki naqshamni shu Aptap studiyasiki Mehmetimin Mamut ustozimiz ishlab bergan. Ondan keyin shu 2-oyning 14-kuni bayramda ağacınızdan derdi köp temizki usulluq ijodiy naqshamni taqatdim. Ben sallavatım gireyim. Köydümdü mən yalvarıp, başlarımni qaydırıp. Köydümdü mən yalvarıp, başlarımni qaydırıp. Nömü qılmaqçı siz jigit, xiyalımdın azdırıp. Nömü qılmaqçı siz jigit, xiyalımdın azdırıp. Meyle elçe keltirin, zılca atlas kiydirin, azılca atlas kiydirin. Gelmeymen keçirin, dedi köp açınızның. Gelmeymen keçirin, dedi köp açınızның. Şeklamaydı. Mama bulduk ya. Müziksiz oğaşqı sel qamlaşmay qaldı. Muşunu anglaymiz. Muşunda sap. Biz Ço'lpon keldi programımızdan bir alaylık. Mesela ki Farida adamdan benzo naqsh etmedi o mesela. Aslisini anglaymiz. Aslisini anglaymiz. Muşunda yaxşı oldu cuma. Mana naqshangiz amdidan boshlab qo'l oldu. Maşallah. Rahmat ukam. Rahmat. Muşni hamda izlab tepib ochingizning dardi ko'pda besbaqida. Birinchi bosi bo'ldi. Bosi bo'ldi. Zulfiya erkin deb chiqdi. Voy rahmat. Programımız shunchalik bir program orqali ustozimizning oldida hurmatsizlik bo'lib qoldi. Ustoz, kechirim so'rayman. Sizdek muşlar naqshlar chiqib tursa hammamizniki mushu san'atimizni beyitishga foydasi bo'ladi. Bizmi qo'shilimiz ha. Bizmi deb qo'yash ikkimiz birga. Men yaxshi ko'rdim bu naqshingizni. Yumoristik naqshga. Bu da ama belini çıkaran. Akanızdan derdi köp deb qo'ying. Veli ustoz tek. Konferim yaman. Aldımda bir ijodiy naqsham tutyapti mani. Dilshod Avamiston. Ustozimiz ishlab turayotgan. Onun ishkimiz aytdim beramsiz? Aytmay turaymi? Ijodiy naqsham. Rahmat. Rahmat amallaga. Sizga rahmat. Yaxshimsiz Farida ada, yaxshimsiz Nurali. Yaxshimsiz. Men Şinjan Barna Sochak Maslahat şirketining shirkat oliy hamkorlashuvchisi, shundaqla Qarqash Noya tarmoq shirkat lideri Aynur qizi naminglarga sig'inib turib, o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Rahmat sizga. Bizningki kasbdoshlar hamsi Farida adamdan savol so'rabdi. Men riyosatchimiz Nuralidan bir savol so'rab baqsam. Mana yaxshi. Nurali, sizningki bir naqshingiz bor. Birimiz qilinchiq. Men bak yoqtirib anglayotgan bir naqshingiz bor. Labiyuma
Küçük vaxtlarımda bir taqatqan bir naqshlarım var cuma da rasmim. Şu men anlagan. Rahmat. Love me, I love you. Love you, I love you dedim. Şu naqshini nim sebepten okup qalgan şu naqshini qanday bir sebepler bilan ham ijod qilgan. Uniki raslamada iliq mencho. Özüm ancha-muncha kasbiy ijodiyatchi qatorida sanalmasam-mu, lekin ancha-muncha tekst yozish, ancha-muncha ohanglarni o'zim ishlash degandek ishlardan o'tganda bir qiz aytdi sizning ijodini. Sarvar Shavkat. Sarvar aytdi to'g'ri. Yaqinda menni degan naqshba qo'l oldi tekstni yozganda. Asta ancha-muncha bu mening endi qiziqishim, yuragimdagi iqtidoringiz bor ekan. Rahmat edi. Endi o'zimni undaq kasbiylar bilan tanlashtirib bo'lamayman hargiz. Lekin shunda bo'lsam tirishib kelyaptim emasmi? Xeyli yillarning oldida taqalgan bir naqshdi bu 2013-yilga deyman. Shu men dastlab anlagan vaqtdan tortib yoqtirib anladim. Uni nemishqada love you I love you deb bir şey inglizcha barliqim sen love you I love you. Manda aytgan desa, mening asli kasbim o'qigan kasbim ingliz tili. Shu hamda men ingliz tilida ancha-muncha savodim bo'lganligi uchun manda qo'shib biroq yozib bunda bir yangichiroq bir narsa bo'lsa bo'larmikin deb o'ylab yozgan. Uningda boshqa maqsad yo'q. O birasiga kuyib qilib yozgan unda tarixim yo'q. Mumkin bo'lsa shu naqshingizdan bir ko'plik o'qib beramiz. Men abay aytdim-da. Buni aytmagansiz. Uni aytmadingiz. Hamma hozir qaranglar. Tunji ko'rib qiliblar, elib ketding yurakni, savdo qilib qiynablar, yurding meni har kuni. Love you, I love you, barliqim sen. Love you, I love you, bir donam sen. Love you, I love you, izhar sevgim. Love you, I love you, öşmez mengü. Rahmat. Endi darhol men tayyorliqsiz holatlar hozir riyosatchilikdan naqshlik o'tib ketib qoldim-ku hadi. Chapda oldingizda. Yo'q. Bu ishning mushna tabiiy bo'lgani yaxshi-ku. Nihoyat tabiiy chiqdi ovozingiz. Rahmat, bu doktor aytdingiz-ku siz. Rahmat. Savollarim. Rahmat. Rad bo'lmay javob berdingiz. Rahmat. Bundan keyingi ishlaringizning o'ng'ishli bo'lishini shu Cho'lpon keldi programmamizni bundan keyin tashlab etmay texam yaxshi holatda apmanishingiz uchun ko'nglim. Rahmat. Tunji ko'rib qiliblar, elib ketding yurakni, savdo qilib qiynablar, yurding meni har kuni. Jalb qilar jamolim, chaqnab turar ko'zlarim, to'g'irlab mening qalbimga aşk o'tini tashlaydim. Kunda o'yin bir qizda, go'zal tatlıq jamolda, yana ko'rsam men uni, bildirayman sevgimni. Love you, I love you, barliqim sen. Love you, I love you, bir donim sen. Love you, I love you, izhar sevgim. Love you, I love you, o'chmas mengü. Rahmat. Salam, ekran oldidagi barliq ko'ruvchilar. Men Şinjan Barna Sochak şirketniki, şirket Ali hamkorlashuvchisi, shundaqla Urumchi tarmoq shirkatininki lideri Malika xonimdan hammanglarga mehrli salom va ali ehtiromlar bo'lsin. Albatta sizni biz hammamiz shunchalik yaxshi ko'ramiz. Biz kichigimizdan naqshlaringizni anglab cho'ng bo'lganda endi meningki o'ylaydiganim shaxsan xalq naqshlarini yetishmakrak yaxshi ko'rganman o'zim. Balkim meningki xarakterim shunga tushsa kerak deb o'yladim. Masalan, bizga o'xshash shu naqshi kasbiga notanish bo'lgan kishilarning naqshidan yaxshi bir natijalarga erishish imkoniyatimiz bo'lamdi. Demak, siz naqshini bek yaxshi ko'rsiz. O'rgansam, davomlashtirib bo'lamdi demoqchiman. Shunday.
Naqşı aytish nimangiz nereden nergacha masalan? Pek uqman diyemeyim ama uqmayman lekin ilqi o'zimninki shu xalq naqshlarini aytgan vaqtimda davomli aytib ketayotibman tekstni unutib qolmaychi. Nafas siqilib qolgan. Nafas siqilibchan ashuna bo'lib qolmayapti. Shuningga so'rab baqaman. Buni endi bek qiziqsangiz, muntazam naqsh ma'lumlardan dars olsangiz bo'ladi. Dars olib ayrildi. Masalan, nafasni kontrol qilganda ovoz qaymaydi-chu. Cho'qim nafasni kontrol qilib turib, endi yurakdan chiqiramiz. Bek o'g'inaman desangiz, ustoz desangiz bo'ladi, hamda ustozlar jiqqo. Masalan, tushunmayadi. Maylimi? Agar sizni ustoz shartiga erishadigan bo'lsam, haqiqatan armonsiz bo'lardim. Qani programmadan tushganda paranglashaydi. Buni rahmat Armag'aysiz, altın tiningiz aman bo'lsin. Shunday go'zal yangroq ovozingiz mangu yangrab tursin. Rahmat sizning oilangizlarningki altın tin aman bo'lsin. Baxtli bo'ling, salomat bo'ling. Degingiz kelsin. Rahmat. Tilaklar birga olsun. Rahmat ada, bugun qimmatli vaqtingizni ajratib, mana bu programmamiz qadam tashrif qilib, nurg'ulg'an yaxshi paranglarga erishtirdingiz-da bizni. Ham ko'rman do'stlarga yaxshi aktiv energiya taqatgan bo'ldingiz. Buningdan ko'rmanlarga vakolatan, naq maydondagi tomoshabinlarga vakolatan chin qalbimdan rahmatimni, tashakkurimni bildiraman-da. Rahmat sizga. Sizga rahmat ukam. Sizga rahmat. Rahmat ada. Mush ko'rib o'tgan mush naq maydondagi sing'illarim, operatorlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlar charchidinglar. Endi mushu sharoitni yaratib berganingizga chin qalbimdan rahmat aytaman ukam. Voy rahmat ada. Bizdek san'atkorlar endi ko'p rahmat. Shunday bo'lsa, mushning ichidan Farida adamni mushay taklif qilaylik deganingizga nihoyat xush bo'ldim. Rahmat. Rahmat ada, rahmat. Harmag'aysizlar, imam. Rahmat. Oxirgacha 2021 yillik Cho'lpon keldi programmamizning tojdorligini Shinjon Barno Savdo cheklik mas'uliyat shirkati olaydi qo'ldi. Programmamizning riyosatchilarining kiyimini bo'lsa, Miras kiyim-kechak madaniyati cheklik shirkati alayda ta'minlagan. Bu ulardan Miras tog'dek qomatga qiyos Miras kiyimlari. Faridada, mush ko'zim qiymavotida doim mush program oxirlashay deb qolgan vaqtda xo'shlashqim kelmaydi qarang meningcha. Mushta oxirlashib ketadi deb, lekin u hamda sizlar biz bo'lgandagi bundan keyingi sonlarga meni chiqsizg'u. Taklifsiz albatta. Bu albatta taklif qilmay bo'lmaydi ada. Bundan keyingi mayli kasb jihat kishilaringizlamda, oila turmush jihat kishilaringiz bilamda zo'r utuq natijalarni mush naq maydondagi tomoshabinlarimiz mammiz tilida, mammi tilaymada. Eng muhimi salomat turishingizni umid qilamiz ada. Rahmat, mush tilaklaringiz birga bo'lsin ukam. Sizning salomat bo'ling. Unda bo'lsa ada, mush eng oxirda bir talabim bor-ku. Mush o'tgan do'stlarimiz bugun charchidi. Haqiqatan charchidi. Bo'lsa sizning yana bir haftada naqshingiz bilan usulga tushib, qo'shal xo'ramalda. Yanama? Qo'shal xo'ramalda oxirlashtirsa qanday bo'ladi? Bo'ldi. Bulamda. Cho'lpon keldi. Bağdaşqan eynola sizdek bizdek yaş ballağa dava bolgan qaynola alınız xarab bağrınız kavab rısa oynayman közüngde oturup qarab otungda kuyamam vay men senden elep savab Tağnen uyanıda mındemzem piyade Mınsın tağnen uyanıda mındemzem piyade Jigitler bizge söz kıldı biz mo bolduk ziyade Alınız harap bağrınız kavap Uttunuz yüreğimge ketti tarap Uttunda kuyemem Vay men senden elep savab Çillan toxam, çillan xuraz Yarım oyğan son Çillan toxam, kıçqıra xuraz Yarım oyğan son Yallarda dutta
çalay çüçüp oygansın yıllarda dutta çalay külüp oygansın Mana bir yaşka üç atıta emdi beş boldi bir yaşka üç atıta emdi beş boldi Yürekteki yanın ote heli pes boldi Yürekteki yanın ote emdi pes boldi Samavede çay koydum Eli kaynaydı kürela Ocak vişte çay koydum Huy bala Eli kaynaydı kürela Mendin başka ya tutup Yürüp bir bilela Mendin başka ya tutup Huy bala Yürüp bir bilela Esel misin kırmızın Navat mısın Ot musun ateş misin kavat Bu dünyada bağım sen hayat Öktebirde tallıvağa yarım sen Jürgünde tallıvağa yarım sen Arvanın oku gümüş Yanıymış ka kembeymiş Yanıymış ka kembeymiş Ya yüzü kirleydi sevi bala Sakallık mocan koymaymış Ya yüzü kirleydi Sakallık mocan koymaymış Esel mi sakın mı sen navat Ot mu sen ateş mi sen kavat Bu dünyada bağ mı sen hayat Öktebirde tallıvağa yarım sen Jürgünde tallıvağa yarım sen Öktebirde tallıvağa yarım